Yunusobodda yaxshi lokatsiyasidan kvartira qidirganlar bormi? Mana shu variantimizni bitta ko'ringlar-da. Yunusobod tumani Abdulla Qodiriyga kelganmiz o'rtoqlar. Ko'rib turgan yo'linglar, Darxon yo'li bo'pti. Yo'l yuzasida joylashgan, shu ko'rib turgan domilarda 3 xonali 5-etajda joylashgan 100 kvadratdan ko'proq kvartiramiz siroshin narxda sotiladi. Old taraflama ko'rsatib beradigan bo'lsam, oilaviy dam olish joylari, bolalar o'yingohi, avtoparkovkalar, gaz svet umuman muammosi bo'lgan joylarda hozir ichkaridan ko'rsatib beramiz. Asosiy pod'ezd qismidan tushuntirib beradigan bo'lsam, kirgan shunaqa hol ko'rinishida, polni studiya formatda qilib qo'yishgan o'rtoqlar. Kuxnya bilan bitta joylashgan bo'ladi o'rtoqlar. Bitta baho berib qo'ymasanglar bo'lmaydi. Polnisli sifatli materiallardan foydalanib qurib bitkazishgan. Kirganimizda chap qo'limizda birinchi xonamizda o'sha sanuzolimiz joylashgan bo'ladi. Yurib kelayotganimiz o'ng qo'lda bitta xonamiz. Bolalarimiz uchun detskiy xonamizni ko'rishimiz mumkin. Kattaga razmerda, barcha mebel texnika jihozlar bilan juda ham chiroyli remontda qilishgan. Oxirgi xonamizni ko'radigan bo'lsak, bu yoqda kattalarimiz uchun rodительskiy spalni xonamiz joylashgan bo'ladi. O'rtoqlar, bitta mebel texnika jihozlariga baho berib qo'ymasanglar bo'lmaydi. Bir-biriga rosa mos ravishda tanlangan. O'zini sanuzoli bilan birga. Okalar, lokatsiya juda ham zo'r. 3 xonali 100 kvadratga joylashgan, 5-etajda joylashgan bu kvartiramizni sizlar uchun narxini egasi bilan gaplashib, tortishib $210 ming qo'yganmiz. Pastda egalar nomerini qoldiramiz.